14 oktyabr Amerika Davlat İşleri katibi Pompeo Davlat İşleri Mahkemesining demokratik va kishilik huquq ishlariga mas'ul yordamchi katibi Destroning Tibet ishlari alohida moslashtiruvchisi bo'ladiganligini, Xitoy Kompartiyasi bilan Tibet vakillari o'rtasidagi suhbatni ilgari surishga mas'ul bo'ladiganligini e'lon qilib, Amerikaning Xitoyning kishilik huquq va erkinligiga daxl-taruz qilganligi uchun og'ir badal to'lashga tirishadiganligini ta'kidladi. Amerika Davlat İşleri katibi Mike Pompeo 14 dekabr o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Davlat İşleri Mahkemesining demokratiya, kishilik huquq va emgak ishlariga mas'ul yordamchi katibi Robert Destroning Tibet ishlarining alohida moslashtiruvchisi bo'lganligini, Beijing bilan Tibetning ma'naviy dohiysi Dalay Lama o'rtasidagi suhbatni ilgari surishga mas'ul bo'lganligini, hamda Tibet xalqining o'zgacha diniy, madaniyat, til kimligini qo'g'dash va ularning kishilik huquq sharoitini yaxshilash ishlariga mas'ul bo'lganligini e'lon qildi. 2002 yildagi Tibet siyosati qonunida Amerika Davlat İşleri katibi aloqador qurultay komitetlari bilan maslahatlashgandan keyin Tibet ishlarining alohida moslashtiruvchisini tayinlab, Xitoy Kompartiyasi bilan Tibet vakillari o'rtasidagi suhbatni ilgari surdi deb ko'rsatilgan. Bu o'rin hozirgacha 3 yil 9 oyga yaqin bo'sh qolgan. Yaqinda xalqaro har darajalik taratqularning xabarlarida Xitoy Kompartiyasi uzundan buyon o'z xalqining asosiy kishilik huquqiga daxl-taruz qilganligini, Sharq Turkistonda o'zliksiz jazo lagerini ko'paytirayotganligini, shunga Prezident Trump Davlat İşleri Mahkemesining munosabatli organlarini Xitoy dafsandichiligiga duch kelgan Uyg'ur, Tibet va boshqa musulmon xalqining erkinligini va izzat hurmatini qo'g'dashga kuch chiqarayotganligini xalqaro jamoatga bildirib kelgan. Pompeo mayli Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mo'ng'ul yoki Hong Kongda bo'lsin, Amerikaning Xitoyga bo'lgan talabi boshqa davlatlarga o'xshash. Ya'ni har bir xalqning asosiy erkinligi, insoniy izzat hurmati va diniy erkinligini qo'g'dash ekanligini ko'rsatib, Amerikaning butun kuchi bilan dunyoning bu masalaning muhimligini tushunadigan davlatlar bilan ittifoqdoshlik munosabati o'rnatadiganligini ta'kidlab, Xitoyning insonlarning asosiy erkinligiga xiloflik qilganligi uchun og'ir badal to'laydiganligini ta'kidladi.